Qora jadu. Muallif Aziza Ismoilova. Saida esa nima qilishini bilmay biroz turib qoldi. So'ng biroz oldin aytgan gaplarini eslab, o'zi uyalib ketdi-da, apil-tapil o'z xonasiga qarab shoshgancha chiqib ketdi. Uning yuragi bezovta dukurlab ura boshladi. Saida eshikni yopdi-yu, hozirgina o'zini qattiq sharmanda bo'lganday hisoblab, uyatdan lov-lov yonayotgan yuzlarini kaftlari ortiga yashirdi. Orqadan Ikrom yetib keldi. Divanda dir-dir titragancha yuzini yashirib o'tirgan Saidaning yoniga ohistalik bilan cho'kdi. Boyagina uning uylandingiz, endi esa xuddi begonalardekmiz, degan gapini eslarkan, yana lablariga nim tabassum yugurdi. Sekingina qizning kaftlarini yuzidan ajratdi. Ko'zlarini yumgancha o'tirgan Saidaning hozirgi turishi ko'proq yosh bolaning arazlashiga o'xshab ketardi. Ayollar ajoyib-da. To'y kuni yuzimga hattoki qiyo ham boqmagan qizning bunchalik tez fikri o'zgargani qiziq. Ikromning issiq nafasi Saidaning yuziga tushib turgan sochlarini tebratib yubordi. Saidaxon, menga qarang. Sizning bu yerda ham aybingiz yo'q. Boshqa odam ham xuddi shu ahvolni bergan bo'lardi. Men hammasini albatta to'g'ri tushundim. Ikrom jilmayib Saidaning jiltirab turgan ko'zlariga tikilarkan, o'zini xuddi bog'cha bolasini tarbiyaga olgan enagidek his qildi. Darhaqiqat, qarshisidagi qiz u o'ylagandan ko'ra hali ancha yosh va g'o'r edi. Ne ajabki, ko'ngli aylanib o'rgilib, shu mitti farishtaga tushib o'tiribdi. Ikrom xuddi kichik yosh bolani ovutayotgandek qizni bag'riga bosdi. Saida endi Ikromning qattiq urayotgan yuragining har bir zarbini eshitar, o'zi sezmagan holda bu tovushga jo'r bo'lib urayotgan yuragi kabi butun tanasi ham notanish hisdan dir-dir titrardi. Naba aka va Saodat opalar mana 4 kundan bo'libdiki, Saidaning xonasi tomonga tez-tez qarab qo'yishadi. Xuddi qizi o'sha xonadan yana qaytib, kulib chiqayotgandek. O'g'illar ham jim. Hali hovliga, hali ko'chaga chiqishadi. Ba'zida maqsadsiz aylanib yuraverishadi. Naba aka do'ppisini tizzasining ko'ziga qo'yib uzoq o'tirdi. Keyin ayoliga qarab afsus bilan bosh chayqab gap boshladi. Onasi, ishqilib xato qilib qo'ymagan bo'lsak bo'ldi. Jahl kelganda aql ketar degandan bo'ldi. Bizda qiz bilan lafz ketib qoldi-da. Erining bu gapiga Saodat opa ham sal ovoz chiqarib fikrini aytdi. O'sha kecha bular mehmonga kelishmasa bo'lardi. Qizingizni ichida payt poylab ko'z cho'q tashlaganda Naba akaning bu gapga qoshlari yana chimirilib ketdi. Yo'q, biz bir joyda adashdik. Sen qizingga sirdosh bo'lolmading, xayolini, fikrini bilolmadik. Uni qayirib o'rgangan edik, shundoq qayirib qo'ya qoldik. Mayli, peshona ekanda. Saodat opa afsus bilan do'ppisini kaftiga qarsillatib urib qo'ygan eriga ilinjsiz nigohlarini tikdi. Qizimni bir nima deb yo'ldan urdi o'sha zormanda, Xudodan topsin. Saida oynadagi aksiga uzoq tikilib qaradi. Ko'zlari yanada kirtayibdi. Ota-onasini, akalarini esladi. Qizlik olami ham mana shu tushga aylandi. Xuddiki shuncha paytdan beri anhorning u yuzida o'ynab, quvnab o'sgan qiz endi o'sha anhorning bu yuziga o'tib qolganday. Hamma xotiralar u tomonda qolib ketganday tuyula boshladi. Eri bir joyga asal oyiga ketishlarini aytdi. Kerakli yuklar joylanib, hujjatlar rasmiylashtirish uchun kimlarningdir qo'liga berib yuborildi. Ular aeroportga shoshishardi. O'sha kunning ertasidan boshlab Ikrom Saidani sallab gapira boshladi. Sallab gapiradigan Ikrom aka Saidaning xayolida paydo bo'lgan 9-Ikrom aka edi. Erini kuzatarkan bu har xil Ikromlarning aslida bitta odam ekanligiga ishona olmasdi. Masalan, turfa insonlar bilan jiddiy gaplashadigan savdogar, biznesmen, boshqa otasining uyida
Jilmayib turgan beozorgina ko'ringan mehmon, nikohdan so'ng sal uyalchangroq tuyulgan kuyov, to'ylari kuni o'z hayajonini sezdirmayotgan oshiq, ozgina mug'ombirroq tuyulgan uyquchi, faylasuflardek Saidani tushunayotgan, so'zlarini qo'shib gapiradigan donishmand, ba'zan arzandalikni jim ko'taradigan muallim va ba'zida o'ta sovuqqon yana boshqa Ikromdi. Asal oyini Bagam orollarida, pushti sohilli muhtasham go'shalarda o'tkazishdi. U yerda o'tgan har bir kunlari turfa sarguzashtlarga boy bo'ldi. Ikromni yaqindan tanirkan, Saida unga kun sayin bog'lanib borayotganini sezdi. Faqatgina turfaligini aytmasa, Ikrom Saidaning orzularidagi shahzodaning aynan o'zi. Endi oldingidek xayollarida velosipedga suyangancha turgan azamat gavdalanmas, uning o'sha bitmagan uypanasida g'alati qiliq qilgani esa beixtiyor kulib yuborardi. Ikrom bilan azamat o'rtasidagi farq kundan kunga Ikrom foydasiga o'zgarib borar. Erining har bir ishi, ko'ngliga qarashi, xuddi sinib qolishidan avaylashi, unga muomala qilishi Saidaning butkul rom etgandi. Bu pushtirang sohil ularni yanada bir-birlariga bog'ladi. Saidaning uzun sochlari, pushtirang qumlar aralashib tez kunda yuzida yo'q bo'lib ketgan sepkillari yana ko'rinish berdi. Ozgina qoraydi ham. Ikrom uning uzun sochlariga yopishib ketgan qum zarralarini bittalab tozaladi. Xotinining butun tanasiga kiyimdek yopirilib, qalin va jilvakor sochlarini turmaklab, planshet chetidagi qalamni qistirib qo'ydi. Saida bu jarayonni qiqirlab kulgancha planshet ekrani orqali kuzatib turdi. Oroldaliklarida Saida erining ingliz tilini yaxshi bilishini ko'rib, hayrati yanada oshdi. Deyarli ularga tarjimon kerak bo'lmadi. Asal oyi Saidaning xuddi tushida kechayotgandek juda zavqli o'tdi. O'sha yerdan to'g'ri Rossiyaga ketishadigan bo'lishdi. Ikrom avvalgi ayoli Lena bilan mol-mulklari o'rtasida bo'lishga kelishdi. Shunga ko'ra, hamma restoran, kafe, barlarni teng yarmi Lenaning nomiga rasmiylashtira boshlagan. O'zi Saida bilan yashash uchun yangi uy sotib olgan. Borgunicha uyni o'zi istagandek ko'rinishga keltirish uchun dizaynerlar ish olib borishayotgan edi. Saida eri bilan kirib borayotgan uy Yevropa usullariga umuman o'xshamas edi. Xuddiki arablarning uylaridek bezatilgan. Erining aytishi bo'yicha bu Marakan uslubi ekan. Shiftga osilgan arg'imchoqli karavot, o'zbeklar lo'li boshi deb aytadigan yostiqlarning katta-kichigi terilgan divan, shiftda o'ymakor yog'ochdan ishlangan uzun qandil, har xil naqshlar bilan xonalarni ajratuvchi shirmalar Saidaga xuddi Olovuddinning sehrli chirog'i filmidagi malikaning qasrini eslatdi. Tashqaridan qarasa sovuq o'lka manzarasi, ichkariga kirilsa ajoyib sharqona go'sha. Qizig'i, ilk nikoh kechalari o'tgan uydagi soch tarayotgan qiz surati bu yerga ham olib kelingan. Muhtasham uy devorini chiroyli bezagandi. Dizaynerlardan biri bu surat uslubga unchalik mos kelmaganini aytsa ham, Ikrom uni devordan olib tashlamadi. Uyning har ikki kravatini Saida aylanib chiqarkan, saldan keyin Ikrom uni o'z xonasiga chaqirdi. Ikkinchi qavat yotoqxona qarshisidagi xona. Ikromning uyga kelganda ish yuritadigan xonasi ekan. Ichkariga bir tekisda turgan 3 xizmatchining yonidan o'tarkan, Ikrom ularga birma-bir Saidani tanishtira boshladi. Tanish, bu Inzilya, uyimizning bosh oshpazi. Irakli esa haydovchimiz. Akil, u pastda turibdi. Boya ko'rding. Ya'ni u ko'pincha men bilan birga yuradi. Bu yerda u xo'jalik ishlariga qaraydi. Bog'bonlar bilan esa tanishishing shartmas. Ular sal keyinroq kelishadi. Eshik tagida o'tiradigan Borya. Biron nima kerak bo'lsa, mana bu yigit. Ya'ni Ramisdagi aytasan. Eslab qoldingmi? Ha, aytgancha. Yana ikkita xizmatkor qiz ham bor. To'g'risi, ularni o'zim ham tanimayman. Eri tanishtirayotganda Saida har bir chehraga uzoq tikilib qoldi.
Keyin xizmatchilarga javob berib yuborgan Ikromning yoniga asta yaqinlashib savol berdi. Nega bironta o'zbek yo'q? Bular bilan qanday gaplashaman? Akil qozoq, Inziliya va Ramiz tatar. Gapingni tushunishadi. Inziliya o'zbekchani chalakam qilib bo'lsa ham gapira oladi. U va Akil eski xizmatchilardan, boshqalar bilan gaplashishing shart ham emas deb o'ylayman. Saida o'ylanib qoldi. Eri yana sovuqqon tusga kirgan, shkafdagi chiroyli taxlangan yaltiroq muqovali kitoblarni birma-bir ochib ko'rayotgan edi. Saida yotoqxonaga qarab kirib ketdi. Birozdan so'ng kimdir qattiq tikilib turganini sezib o'girildi. Uy senga yoqdi, bo'ladi. Bu boya eri oshpaz deb tanishtirgan Inziliya edi. Saida uning savoliga bosh silkib ha degandek ishora qildi. Yaxshiroq tanishamiz, tushasan pastga. Saida xo'p deb yana noqulay vaziyatga tushganini sezdirmaslik uchun terib qo'yilgan yuk sumkalarini ustiga egildi. San tegma, biz qo'yadi uni joylab. Ana, qizlar bor, kiradi joylaydi. Hop, mayli, ketishingiz mumkin. Sizga boshqa ishim yo'q. Bemalol degandek miyig'ida jilmayib Inziliya chiqib ketdi. Saida uning sovuq nigohlaridan titrab ketgani sababli tirsaklarini silab qo'ydi. Qanday u bilan tanishgani pastga tushsin. Nikohlariga 2 minut zo'rg'a dosh berdi-ku. Eri kechga yaqin toliqib yotoqqa kirdi. Saik, shunday yelkamni uqalab yubor. Qotib qoldi nimagadir. Saida tomonga chap yelkasini ushlagancha yaqinlashdi Ikrom. Nima u Saik? Menga yangi ot qo'ydingizmi? Saida kulib Ikromning keng yelkalarini qo'llari bilan uqalashga tushdi. Ha, nimasi yomon? Xotinining qo'llarini silarkan, ko'zlarini xayol yumib jilmaydi Ikrom. Biron bir ma'nosi yo'q-ku. Nima degani u Saik? Bilmasang bilib ol. Bu Saida va Ikromning qisqartmasi bo'ladi. U ham bo'lsa senga nasib qildi. O'zim esa eski eskimimda yurib turaman. O'girilib ayolining nozik beliga qo'l yubordi Ikrom. Saida uning qo'llaridan chiqib ketish uchun tanasini orqaga tashlab kuldi. Hali qarab turing, o'zim sizga bir ism topib beraman. Eshitib yoqashlaysiz. Og'zingiz lang ochilib qoladigan ismni sizga men ham topib qo'yaman. Qani, nima ekan? O'sha ismni topchi, bir eshitaylik. Birgalashib kulishdi. Saidasiz bir oydan ko'p vaqt o'tdi. Saodat xola shu bir oy ichi ziq tortib, o'zidan o'tganini o'zi bilib, ancha siqilib yurdi. Ko'chaga nimagadir ish bilan chiqqanda, ba'zida qizining o'rtog'i Dildorani ko'rib qoladi.